Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Darsni boshlaymiz. Bugun darsda shu kanallarni qanday yaratish kerak, o'sha kanallar yuzasidan ko'rib o'tamiz. O'tgan darslardan ham ko'rib o'tgandik. Bugun takrorlab yanada mustahkamlab. Mahsulotni qurish oson. Qiyin tomonlardan biri bu mijozni jalb qilish deb ataladi. Steve Blank o'z aslida. Hozirgi kunda zamonaviy 21-asrda hamma ma'lum, biror nima kerak bo'lsa, siz nima qilamiz? Birinchi navbatda shu kompyuter orqali yoki telefon orqali qidiruv tizimlari orqali kerakli mahsulotimizni qidirib ko'ramiz. Undan keyin odamlarga murojaat qilamiz yoki real ish harakat bajaramiz. Maqsad endi bu yerda maqsadimiz mijozlarni ko'proq jalb qilishimiz kerak. Bu tasodifan emas, buni balki tizimli o'sish dvigatelini yaratishimiz kerak bo'ladi. O'sha kanallarni yaratish orqali o'sha mijozlarni olib kelishimiz mumkin. Hop, jalb qilish vositalari trafikdan faol foydalanadi. O'sha voronka haqida gapirib o'tirgandik. Bu jalb qilish eng keng tarmoq. Mijozlarning ehtiyojini his qiladi va qidiruv boshlanadi. Maqsad ularni sizning sahifangizni landing page'ga olib kelish, ko'proq o'sha sizning sahifangizni olib kelish hisoblanadi. Ikkinchi qadam faollashtirish, olingan trafik harakatini keltirish, mijoz saytiga kirgan mahsulotni sinab ko'radi va obuna bo'ladi. Uchinchisi, o'sha jalb qilish har doim faollashtirish bilan birga bo'lishi shart. Aktivatsiya trafik bu shunchaki shovqinni qolganlari bizda shovqin hisoblanadi. Chaqirishni bir necha usullari bor. Bu tortish bu input, ya'ni konseptda pul meseji mijozlarni sizning organik tarzda o'zlari qidirib topishadi. Bu birinchi qadam. Ikkinchisi kanallar, SEO, blogerlar, elektron kitoblar, emaillar orqali bo'lishi mumkin. Maqsad uzoq muddatli munosabatlar va haqiqiy ish ribojini shakllantirish, audit mediani shakllantirish hisoblanadi. Ikkinchi usulimiz esa bu outbound, ya'ni push mesej xabarlar potensial mijozlarni ommasiga majburiy yetkazish. Bunda turli xil reklamalardan turlardan foydalanadi. Bu yerda paid media orqali, ya'ni to'lovli media orqali amalga oshiramiz. O'tgan darslarda buni ko'rib o'tgandik. Xo'p, strategik tanlov, kanalning tezlik va xarajatlar bo'yicha baholash. Xarajatlari yuqori va tezligi, tezligiga qarab grafikimiz bor. Agar katta tadbirlarda bo'ladigan bo'lsa, bu xarajatimiz yuqori bo'ladi, lekin sekin o'sadigan. Ikkinchisi paid mail orqali, to'lovlar orqali siz chaqirib olishingiz mumkin. Xarajati yuqori va tezroq bo'ladi. Uchinchisi SEO, ya'ni audit media orqali o'zingiz landing page'ingizni, ya'ni sahifangizni optimallashtirgan holda birinchi qidiruv natijasi sizning chiqib kelishingiz orqali bo'lishi mumkin. Xarajat kam, lekin sekinroq keladi. Eng ideal usullardan biri bu ideal foydalanuvchi zanjiri reaksiyasi orqali eksponensial o'sish orqali erishiladi. Bu asosiy 4 ta kanalimiz hisoblanadi. Kanal orqali kelish va ularni o'zaro mutanosibligini ko'rmoqdamiz. SEO qidiruv tizimi raqamli ildiz otish, ya'ni bu yerda asosiy mexanizm SEO orqali maksimal darajada sizga kerakli meta ma'lumotlar orqali sizning saytingizga jalb qilishadi. Natijada sizga ko'proq qidiruv bo'lganda, bu natijada sizga ko'proq mijozlar kelib qo'shilishadi. Strategiya aqimi vaqt talab etadi, ammo vaqt o'tishi bilan murakkab foiz kabi qiymatli eksponensial ravishda oshib boradi. Bu yerda siz dastlab ko'proq vaqt talab etadi, chunki sizda qancha ko'p so'rovlar bo'lsa, o'sha sizning saytingizga qancha ko'p ko'rish bo'lsa, o'sha qidiruv botlari, ya'ni qidiruv robotlari, ularni Yandex bilan ular qancha ko'p kiradigan bo'lsa, o'sha sizda yuqoriga chiqib boraverasiz. Natijada bu yerda birinchi qidiruvda siz
bo'lishingiz mumkin. Bu uchun vaqt kerak, lekin xarajatlar kam. Hop, pullik reklamalar orqali, ya'ni pay per click har bir bosish yoki ko'rish uchun pul to'lash orqali e'tiborni darhol tortish mumkin. Bu Google Ads mumkin, Facebook'da bo'lishi mumkin. Bu masalan ilovalar ko'rsangiz, ilovalar tagida bannerchalar bo'ladi. O'sha bannerchalarda sizni reklamangiz bo'ladi. Reklama bosgandan keyin ochadi yoki e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha dasturlar ishlash jarayonida o'rtasida sizga reklama ko'rsatadi. Reklamani bosganingizda, yangi sahifaga o'tganingizda u reklama bergan dasturga pul kelib tushadi yoki har bir ko'rganingiz uchun qanchadir miqdorda o'sha Google tomonidan yo Facebook qaysi reklama banner qo'shilgan bo'lsa, o'sha banner tomonidan pul beriladi. Bu modelni ham startapingizda qo'llashingiz mumkin. Masalan, dasturingiz bepul taqdim etganda ko'pincha qo'llanilgan usullardan biri, ya'ni dastur bepul taqdim etiladi va uni o'rtasiga reklama qo'yish orqali. To'g'ri, bu ayrim noqulayliklar keltiradi. Mijozlarni kamaytirishga ham sabab bo'lishi mumkin. Mijozlar ko'p reklama ko'rsa, u dasturni ko'rishmaydi. Natijada kamayib borishi mumkin siz loyihangizdagi mijozlar soni. Bunga e'tibor berish kerak, lekin ushbu modeldan foydalangan holda ham kam bo'lsa ham, kam miqdorda bo'lsa ham pul ishlashingiz ham mumkin. Qachon ishlash kerak? Tekin kanallar orqali mijozlar haqida boshlang'ich ma'lumotlar yig'ib bo'lgandan keyin pullik traktor sinovidan o'tkazish kerak bo'lganda, ya'ni pul orqali, ya'ni kattaroq sinovlarni amalga oshirishda ishlatishingiz mumkin. Tejamkor qoidasi: agar sizda hali tasdiqlangan qiymatli taklif bo'lmasa, output kanaliga pul sarflash bu isrofgarchilik hisoblanadi. Hop, oltin qoida: pul kanal faqat bitta shart bilan ishlatiladi. Bitta mijozdan keladigan onboard daromad LTV va uni jalb qilish xarajatlari yuqori bo'lishi shart. Agar shunday bo'lgandagina biz pullik kanallarga reklama berish orqali mijoz yig'ishimiz mumkin. Viral marketing ishxonasi eksponensial o'sish, ya'ni Peter Thielning ta'rifiga ko'ra, mahsulot shuni tuzingki, uning asosiy funksiyasi foydalanuvchi o'z do'stlarini taklif qilishga undashishi kerak. Ya'ni bu yerda taklif qilish orqali usiladi. Ya'ni sizning mahsulotingizni biror kim foydalangandan keyin unga ma'qul bo'lsa, keyinchalik uni do'stlariga taklif qilish orqali siz o'sishingiz mumkin. Agar sizdan mahsulotingizdan biror kim foydalanib unga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, demak u boshqa do'stga taklif qiladi. Shunday bitta qoida borki, ya'ni bir kishi o'zidan keyin yana bir kishini jalb qiladigan bo'lsa, u eksponensial tarzda o'sib borishi mumkin. Har bir iteratsiyada, har bir siklda eksponensial ravishda o'sishimiz mumkin. Bu juda arzon usullardan biri va yaxshi ishonchli usul bo'ladi. Siz foydalanuvchilaringiz boshqalarga taklif qilish uchun siz oldin qiymat yaratishingiz kerak. Ya'ni mahsulotingizga sifatni va qadriyatni yaratib, ularga ishonch hosil qilgandan keyin do'stlaringizga taklif qilishadi. Do'stlarga taklif qilishadi. Natijada sizda mijozlar soni o'sib boradi. Har doim e'tibor berish kerak bu nimada yagona metrikaga. Juda ham ko'p metrika bo'lishi bu sizni chalg'itadi va o'sishingizni ko'rsatib bermaydi. Jamoada bitta aniq maqsad, yo'nalishi bo'lishi kerak va bitta metrika bo'lishi kerak. Mijozni qaytarish uchun ketib qolish darajasini, qaytish va ketish darajasini, viral qaysi bitta foydalanuvchini o'rtacha yangi nechta odam jalb qilyapti, mijozda qilish narxi, uni olinadigan foyda narxlari qanday mutanosibda bo'lyapti, bularni har doim aniqlab o'lchab borishimiz kerak. Hop, strategiyamiz qanday bo'ladi? Birinchi navbatda, agar mablag' majbur bo'ladigan bo'lsa,
reklamalar orqali gipotezani tezkor sinab ko'rishimiz mumkin. Ma'lumot yig'ish va to'g'ri kalit so'zlarni topish mumkin. To'g'ri kalit so'zlar topilgandan keyin SEO orqali o'sha trafik yaratishimiz mumkin va mahsulotni agar trafik yaratib sizdan ko'proq odam foydalanadigan bo'lsa, keyinchalik xalqlarni hosil qilgan holda, ya'ni foydalanuvchilaringiz, mijozlaringiz boshqa mijozlarga taklif qilish orqali yanada o'sib olishimiz mumkin. Mukammal strategiya alohida kanal emas, balki ularni bir-birini kuchaytiruvchi kombinatsiyadan iborat. Birinchi reklama orqali suvni sinab ko'radi. Sinab ko'rish mumkin so'zlarni. SEO poydevor qiladi, ular esa portlashni keltirib chiqaradi, o'sishni keltirib chiqaradi. Har doim jalb qilish xarajatlari kichikroq bo'lishi kerak, ulardan foydalanadigandan nisbatan. Agar siz jalb qilishga ko'proq xarajat qiladigan bo'lsangiz, demak buni modelni o'zgartirishimiz kerak ekan. Birinchi, jalb qilish jarayonida doimo avtomatik talab qilinadi. Buni erishirish uchun A/B testlardan foydalanishimiz mumkin. Qaysi kanallarni tanlashdan qat'iy nazar, o'sishning yagona metrik qonuni mavjud. Bu LTV doim katta bo'lishi kerak. Dvigatelni ko'ring, bitta metrga e'tibor qarating va faqat ishlagan kanalga sarmoya kiriting. Bu qisqacha ma'lumotlar. Agar savollar bo'lsa, marhamat.